Voy, vaqtim o'tib ketdi, men ketdim. Olsun, qalqib ketmas. Va qo'ynim aynab o'ziga ketyapman. Ertalab borib keldingiz-ku o'ziga. Men 3 mahal boraman o'ziga. Voy olsin, to'xtang, og'ir ko'tarmang, yaqinda tug'asiz-ku. Rostdan ham homilador bo'lganingizdan beri bilasizmi, hali biron marta o'ziga ham bormadingiz, doktorga ham bormadingiz. Bolangiz yaxshimikin? Ab meningni olaman, raddomga ketaman. 4-chi-yu, vahma qilmaymiz. Alo adasi, raddomga sumkaga eng brendli kiyimlarni olishingiz kerak. Hamma narsasidan oling. Adasi parfumeriyalari hammasi такой chiki-puki bo'lish kerak, bilasizmi? Mana defatdi. Bolasi birinchi bolasida o'rganib qoladi. O'sa, men parashogingizdan bitta baklashka solib bering, bolam kiyimini raddomda yuvaman. Ha, bo'ldi, olsun, xalqqa beraman. O'sa, siz ham bolangiz chillasida kiygan bir ikkita bojilaringizdan bering, raddomga olib ketishga. Ha, bo'ldi, olsun, hozir sanduqdan olib beraman. Kirsa uni ham solib beringlar, ko'zlarini yuvishga raddomda. Aloyada, bu tog'a qattasizlar tug'yapman, tezroq kelinglar. Limuzinda kelinglar, limuzinda ketaman raddomga. Olsinlar. Voy, boshlandi. Au! Sizlar endi chaqirmovmi deydi? Yo'q, amaki bizni chaqirmaganmiz. Amaki to'xtang, men chaqirganman. Ketyapman raddomga tuqqani, o'tarsizlar. Hop.